Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Eshirong ishqibozlari. Mana Xudo xolasa keyingi zakaslarimizni o'rnatdik. Bu zakasimiz Namangan viloyati Norin tumaniga o'rnatdik. Xudo xolasa bugungi sanamiz 16-fevral 2026-yil, hafta kuniga dushanba. Boshlangan hafta kunlari xayrli barakatli bo'lsin. Hop, eshik derazalarimizni kelsak, bu yerga jami 4 ta eshik, 3 ta o'rnatganmiz. Bu MDFdan qilingan eshik derazalar. Kimga manaqa sifatli eshik deraza yog'ochdan, MDFdan so'ragan kishilar bo'lsa, bemalol patlisi qilib murojaat qilishingiz mumkin. Nomerlarimizni videoda boshida eslatib o'tamiz. 90 763 12 61. Telegram, WhatsApplar bor. Bemalol murojaat qila olasizlar. Hop, ishlarimizga kelsak, bu romimiz razmeri 1.70 ga 1.30 razmerda qilingan. 2 ko'z bo'lgan. Bittasi ochiladi, bittasi yopiq holatda. Aynalarimiz Xudo xolasa oq ayna solib berdik. Ichkari yorug' tushib tursin deb germetiklangan, hamma yo'q Xudo xolasa chiroyli holatda. Bu eshigimiz 90 ga 2,5 metr 250 razmerda qilingan. Mana eshiklarimizni ham rezinkalarni qo'yib berdik. Aynalari gulli aynak, germetik qilingan Xudo xolasa. Zamonlarimiz mana original zamon, ishlashiga boshqasiga Xudo xolasa sifatiga javob beraveramiz. Mana bu eshigimiz ham Xudo xolasa bir qanotli eshik. Bu razmeri ham bir xil, romlari ham bir xil razmerda qilingan. Hop, bu podokonilarini olib berdi. Biz xizmatga pul olmaymiz, boshqa qilmaymiz. Kim mana podokoniy so'raganlarga podokonilarni olib berishyapti. Ustunovka qilib boshqa qilib beryapmiz. Ularga pul olinmaydi. Mana bu ishimizni ham bemalol ko'rishlar mumkin. Rezinkalar, ochiq yopilishlari ham uzoq chiroyli holatda. Ko'pchilik narxini ham so'rayapti. Buni ishlarimiz kvadrati 850 mingdan qilingan, 08 MDFda bo'lgan. Mana MDFga ham qalinlik. MDFlarimiz 650 mingdan 1,5 millionga dollar bor. O'zini holatiga qarab. Bu eshigimiz 2 qanotli eshik qo'yilgan. Buni razmeri endi ensizroq ekan, 1.5 ga 250 razmerda qo'yilgan. Mana Xudo xolasa kimga manaqa sifatli eshik derazalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Yog'ochdan, MDFdan. Mana hozir ichkarida penalash ishlari bo'lyapti. Hozir buni penalab qo'ysak, ishimiz hozir tayyor. Kanalimizga yangi bo'lib turganlar obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, Xudo xolasa keyingi videolarimizda birinchilardan bo'lib ko'ra olasizlar. Layklarni ham aymislar degan umiddamiz. Kimga manaqa MDF bormi, yog'ochmi, eshik deraza kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunovkalarimiz bor. Voha tomonlarga kelishilgan holatda. Voha tomondagilar ham bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabkilarni ham yo'lida qilib, chiroyli qilib beramiz.